باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz qarindoshlar, oldi bilan Alloh subhanahu va taolaga cheksiz hamd va sana va suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga eng pok durud salomlarimizni yo'llagandan keyin bugun Asmaullohil Husna, Allohning go'zal ismlari haqidagi darsimizning 3-soni bilan yuz ko'rishimiz. Inshaalloh qarindoshlar, biz o'tgan qitimlardagi sonlarimizda buningga bir muqaddima sifatida shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna degan bu hadisini sharhlab buning ma'nilarini bir qadar to'xtalib o'tgandan keyin bugun inshaalloh bugungi sonimizdan boshlab bu ismlarni bir-birlab to'xtalib o'tamiz. Allah subhanahu wa ta'aladan tövənçilik bilan bizga har bir ismlarni o'rgangan vaqtimizda biz yuqorqi programmalarımızda tilga ilib o'tgandek shu ismlardan o'zimizga tegishlik nasibimizni elib hayotimizda shuni tatbiqlab haqiqiy o'ziga o'zlashtirgan mu'minlardan, uningdan manfaatlangan mu'minlardan qilishini Allohning buni tövənçilik bilan tilash bilan birga bugungi sonimizni bugungi birinchi ism Al-Malik haqida to'xtalamiz qarindoshlar. Al-Malik Allohning bu haqda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: Huvallohul ladzi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhaymin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallohi amma yushrikun. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Hiçbir ibodat qiluvchi, cho'qiniluvchi ma'bud iloh yo'qdir. U Al-Malik bugungi birinchi ismda to'xtalmoqchi biz. Al-Malik u podshohdir, mutlaq podshohlik mulk egasidir Alloh subhanahu va taolo. Al-Quddus pokdir Alloh subhanahu va taolo. Butkul sifatlardan nuqsoniy sifatlarning hammasidan pokdir va salomatlik beg'ishlig'idir. Amin qiluvchidir. O'z do'stlarini, o'zi yaxshi ko'rgan do'stlarini amin qiluvchidir. Al-Mu'min hammani ko'zitib turuvchidir. Al-Muhaymin ko'zitib turuvchidir. G'olibdir, qahr qiluvchidir. Ulug'liq egasidir. Al-Mutakabbir subhanallohi amma yushrikun. Alloh subhanahu va taolo mushriklarning Allohga sherik keltirgan narsalardan pokdir. Bu ism bu oyatda sura Hashrda bu shaklda tilg'ilindi. Huvallohullazi la ilaha illa huva Al-Malik deb bu yerda bu shaklda tilg'ilindi. Sura Fatihada bo'lsa Maliki yawmiddin deb tilg'ilindi. Qiyomat kunining egasidir. Malik. Bu yerda Shafi'i rahimahulloh ninki mazhabida birinchi rakat namoz o'qiganda kishi birinchi rakatda Maliki yawmiddin deb o'qish vojib. Imom Shafi'i rahimahulloh ninki mazhabida. İkinci rakatta, birinci mesela 2 rakat namoz o'qigan bo'lsa, birinchi rakatda Maliki yawmiddin deb o'qiydi, ikkinchi rakatda Maliki yawmiddin deb o'qish vojib. Birinchisida qiyomat kunining egasi bo'lgan bo'lsa, ikkinchi rakatda tarjimasi ma'nosi bo'lsa, qiyomat kunining podshohi degan ma'noni bildiradigan gap. Xo'sh, yana bu oyat, bu ism Al-Malik ismi yana boshqa bir surada, sura Qamarda tilg'ilindi. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir
Malik deb tilgandi. Malik, ular qudratlik Allohning dargohida ko'ngildikidek joyda, ko'ngildikidek o'rinda bo'ldi deb bu oyatda jannat ahlining sifatini so'zlaganda bu shaklda tilg'ilingan. Bu al-Malik so'zi 4-bir oyatda Qur'oni Karimda sura Ali Imronda tilg'ilindi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Etqani Muhammad sallallahu alayhi ve sellem. Padişahlıqning egisi bo'lgan Allah. Sen xaligan adamga padişahlıqni berasan. Xaligan adamga mulkni berasan. Xaligan adamdan bu mulk, bu padişahlıqni tartib olasan sen. Xaligan adamni aziz qilasan, xaligan adamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning, butkul yaxshilikning xazinasi, hamma yaxshilik sening qo'lingdadir ey Allah. Sen haqiqatan hammaga qodirsan deb aytqin deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bu shaklda vahiy qilgan. Yana Alloh subhanahu va taolo sura Yasinda Subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in va ilayhi turja'un. Allah pakturki, u Allah shundoq pak Allohki bi yadihi malakutu kulli shay. Kül narsining malakut, saltanati, padişahlıqi, igilik, huquqi uning qo'lida. U Allohning qo'lida. Boshqalarning qo'lida emas. Va ilayhi turja'un. Uning dargohiga qaytirilasizlar. Boshqa yerga qaytmaysizlar. Ana shu Allohning butkul narsalarning huquqi qo'lida bo'lgan Allohning dargohiga qaytsizlar. Shu yerga qaytirilasizlar deb Alloh subhanahu va taolo sura Yasinda shunday deydi. Xo'sh qarindoshlar, bugun al-Malik haqida, Robbimizning al-Malik sifati haqida to'xtalmoqchi bo'layotimiz. Aldi bilan biz al-Malikning qisqacha tunishtirilishini yuqorida oyatlarda tilg'ilingan shaklda tilg'ildik. Endi tuanda qisqacha bir tunishtirilishi. Al-Malik degan Alloh subhanahu va taolaning ham asmaul zot, ham asmaul af'al jumlasidan. Yani Allah'ın zati isimleridir ve af'al isimleridir. Yani bir vaqtning ichida hem zati hem af'al ismi. İsim zat bo'lgan vaqtda, Allah'ın zati isim bo'lgan vaqtida buning ma'nosi nima bo'lganda tasarruf qilishga qudrati yetadigan, tasarruf qilishga butkul narsalarni tasarruf qilib, uni o'z o'qida aylantirib, o'z o'qida boshqarishga qudrati yetadigan degan gap ma'nosi. İsim zat bo'lgan vaqtida. İsim min asma'il af'al, af'ali bo'lgan vaqtda, Allohning af'ali ismlaridan bo'lgan vaqtida ma'nosi nima bo'ldi? Al-mutasarrif, tasarruf qilguvchi, boshqaruvchi, uni o'z o'qida sayr qildiruvchi, butkul narsalarni hammaning egilik huquqi qo'lida bo'lgan degan bu ma'noni bildirdi. Alloh subhanahu va taolo hadisi qudusida shunday deydi qarindoshlar. Ana malikul muluk va malikul muluk قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. Allah deydi ki bu hadisi kudusida, men padişahlarının padişahıyım deydi. Men padişahlarının padişahıyım. Butkul padişahlarının mülkünün egisi men deydi Allah subhanahu taala. Padişahlarının kulupları, kalpleri, yürekleri, kalpleri mening qo'limda deydi. Agar de bendeler bana itaat qilsa, bana boysunsa, bana itaat qilsa, men ularning padişahlarının qalblarini şu bendelerge, şu kişilerge nisbeten, şu kişilerge kuyumchanlik, mehribonlik, rahmat bilan to'ldirib, bunun qalblarini bu şekilde qilib qo'yman deydi Alloh subhanahu taolo. Agar bendeler bana asilik qilsa, asilik qilsa, men bu vaqtda ularning padişahlarının qalblarini ularga zulm saldigan, ularga g'azab qiladigan, ularga ig'irchilikni saladigan bu şekilde qalblarini bunda qilib qo'yman deydi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni padişahlarni tillash bilan amir
musulmonlar ustidagi kishilarni tillash bilan avara qilib, buning bilan mashg'ul qilmanglar. Ularning isloh bo'lishi uchun duo qilinglar. Allohning ularni isloh qilishi uchun duo qilinglar. Chunki shaksizki ularning islohi, ularning yaxshi bo'lishi, isloh tepishi sizlarning isloh bo'lishinglar, sizlarning to'g'ri yo'lda mengishinglar bilan bo'ladi. Deb bu shaklda hadisi qudus aytilgan. Demak, qarindoshlar, ikkinchi bir ma'nosi al-malikning ikkinchi ma'nosi malikul mulk dedi qabay. Butkul saltanat, mulkdorchilik, igidorchilik huquqining hammasi Allohning qo'lida. Barliq huquq podshohlikning egasi Alloh. Buning ma'nosi nima deganda, ya'ni dunyoda igidorchilik qilinadigan, igidorchilik qilinishi mumkin bo'lgan bir narsa mening deyilishi mumkin bo'lgan har qanday narsaning asli egasi Alloh subhanahu va taolo degan bir tushunchani berdi. Haqiqiy egasi Alloh subhanahu va taolo degan bir tushunchani berdi. Masalan, ba'zida bir inson bir narsaga ega bo'lishimiz mumkin. Bir narsaga. Uningdan ammo bir narsaga ega bo'lib turib, uningdan foydalanmasligimiz yoki bo'lmasa uningdan tasarruf qilish haqqimiz bo'lmasligi mumkin. Ba'zi bir narsadan foydalanishimiz mumkin, tasarruf qilishimiz mumkin, ammo ega bo'lmasligimiz mumkin. Uningga uning igidorchiligi bizning qo'limizda bo'lmasligi mumkin. Biz o'zimiz foydalanayotgan bir narsa, o'zimiz ishlatayotgan, tasarruf qilayotgan bir narsa, ammo uning igidorchilik, egilik huquqi bizning ustimizda bo'lmasligi mumkin. Ba'zida inson bir narsaga ega bo'lishi, uningdan ham foydalanishi, ham tasarrufot elib, uni xohlagancha o'zgartib qila olishi mumkin, ammo u narsaning oqibatiga hargiz ega emas inson. Hargiz oqibatining nima bo'lganligini hargiz bilmaydi. Buningga misol keltirsak, qarindoshlar, bir insonning o'zi setib olgan erkin, o'z huquqi o'zining ustiga yozilgan, o'z nomiga yozilgan bir uyni misol olsak, qonuniy jihatdan butunlay o'zining nomiga yozilgan bir erkin shaklda bu uy o'ltiryotdi. Xohlagan vaqtida, xohlagan minut sekundning ichida bir qaror, mahkamadan bir qaror chiqiblam yoki davlatga kerak bo'lib elib oldi. Uning o'rniga boshqa narsa bergan taqdirda ham uning oqibatiga u inson ega emas, ya'ni. Uning qarish chiqolmaydi. Darhol buning lozim bo'lib qoldi biz deb elib-elaverdi xohlagan vaqtning ustida. Oqibati hargiz bizga ega emas. Yoki vayron bo'lib ketishi, yoki o'rilib tushishi, yoki kuyib kul bo'lishi, bu narsaning hammasi oqibatiga biz o'zimiz ega bo'lib turayotgan, qonuniy jihatdan ega bo'lib turayotgan narsaga ham uning oqibatiga biz ega emas hargizmi? Ega emas. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo malikul mulk, kul mulk, barliq mulkning egasi degan vaqtimizda, ya'ni Alloh nima desa, bir narsaga ham ega. Allohning igidorchiligi bo'lganda, ham uningga ega, ham uningda xohlagancha tasarruf qiladi, ham uning oqibati ham Allohning qo'lida. Uning oqibati ham Allohning qo'lida. Ya'ni mulkiyat, igidorchilik huquqining eng oliy darajasi faqat Allohning igidorchilik huquqi bilan qartildi. Alloh eng yuqori igidorchilik huquqiga ega. Uningdan boshqasi hammasi faqat majoziy shaklda. Bir arabiydan, bir sahrolik arabdan, bir to'p qo'yuba bir arabdan shunday so'rabdi ekanda, so'ralibdi. Bu qo'y kimniki deb so'rabdi. Bu qo'ylar kimniki deb shunday so'ralganda javob beribdiki, lillahi fi yadi. Mening qo'limdagi Allohning meli, Allohning qo'ylari bu deb javob bergan ekan. Demak, haqiqiy bir mu'min, rastchil bir mu'min, sodiq mu'min, uning uyi bo'lsin, tijorat do'koni bo'lsin, mashinasi bo'lsin, uning hattoki qo'lidan keladigan qobiliyati bo'lsin, hunar kasbi bo'lsin, jamiyatdagi o'rni bo'lsin, olgan unvon shahodatlari bo'lsin, mushu narsalarning hammasini haqiqiy mu'min Allohning mulki deb qaraydi. Bu narsa mening emas, bu Alloh subhanahu va taolaning mulki bu. Alloh xohlaganda tatib oldi buni. Xohlaganda elib olish qodir deb bu shaklda qaraydi. Shu misolni o'ylab boqaylik qarindoshlar. Dunyoda eng yuqori darajada, eng yuqori unvon tibbiy sohada doktorlikda eng yuqori unvonga erishgan bir doktorni o'ylab boqaylik. Ixtisosida o'zining kasbida birinchi darajalik unvonga erishgan bir doktor, shu doktor shu qobiliyati bilan agarda shu doktorning mingisidagi bir tal iqiyotgan shu kichikkina bir tumur, yingnining tushkichilik yerdagi, yingnining tushkichilik tumur agar qetiblik qilsa, shu hamon barliq aslimasini, qobiliyatining hammasini yo'qotadi. Va birdamning ichida uning joyi Saranglar doktorxonasiga boradigan gap.
O'ylab baqayli. Kim bütün mülk, bütün narsaning egasi kim ekan qarindoshlar? Albatta Alloh subhanahu va taala. Bu biz ko'rayotgan ko'z, o'zimiz narsalarni ko'rayotgan ko'zlarimiz. Kim egasi, uning egasi kim qarindoshlar? Bu quloq, bu til, bu bizdagi harakatlar, bu kuch-quvvatimiz, bu kim egasi buniki? Bularning egasi kim? Albatta Alloh subhanahu va taala. Shuning uchun iymon taqozo qiladigan narsaning birisi shuki, mu'minning iymoni taqozo qiladigan narsaning birisi shuki, u mu'min o'zining oldidagi o'zi foydalanayotgan butkul narsalarni, har qanday narsa bo'lsin, kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, hamma narsani Allohning mulki deb qaraydi. Bu hammasi Allohning mulki, menga faqat Alloh subhanahu va taala mushu mulk, mushu narsalarni ishlatishga ruxsat bergan menga faqat. Bugun mushu cheklik dunyoda menga ma'lum muddatgacha ishlatishga ruxsat bergan, bu Allohning mulki deb javob qildi. Bu shaklda bu iymon bilan yashaydi mu'min. Xuddi ashu arabi liman hadal qati'u ya fulan ipalani bu bir to'ppada kimning deganda lillahi fi yadi mening qo'limdagi Allohning deb javob berganidek mu'min har bir narsani uyi bo'lsin, tijorati, hamma narsa uning jamiyatdagi 100 obro'yidan tatib Alloh xalqiga maqtatib oldi chunki uning jamiyatga Alloh yo'lida ko'rsatgan nurg'un kitob, materiallarni chiqarib kishilarga manfaatlantirgan bo'lsin, uning ajoyib insonni lol qildigan aqli bo'lsin, hamma narsa Allohning qarindoshlar. Uning egasi Alloh. Uning egasi Alloh. Faqat Alloh ma'lum muddatcha uni ishlatishga bizga ruxsat bergan faqat. Xo'sh, endi biz masalan dunyoda deymizki, kishilarni faloni masalan nimaga ega, falon narsaga ega. Faloni pustoniga yoki pustoni uy, falonininki deb biz degan vaqtimizda buningdan nimani maqsad qilamiz? Insonlar o'tirsida bo'lgan vaqtida. Bu haqiqatni maqsad qilamiz yoki majoziy shaklnimi? Ulamolar shunday deganki, bir eg'iz shaklda birdek ulamolar shunday deganki, la yumkinu an yamlika haqiqatan illalloh. Ya'ni haqiqatda Allohdan boshqa hech qanday bir ahad maxluq bir narsaga ega bo'lishi mumkin emas dedi. Mumkin emas. Haqiqatan bu faqat har qanday Allohdan boshqaga nisbat berilgan har qanday egidorchilik huquqi, egidorchilik sifati, falonining, pustonining, uning, buning degan Allohdan boshqaga nisbat berilgan har qanday egidorchilik sifati u vasfun majoziy dedi. U majoziy sifat u. Majoziy narsa. Harigi faqat va faqat majoziy shaklda aytilgan so'z. Chunki al-Malik degan har qanday narsadan behojat bo'ladigan, mayli zotida bo'lsin, sifatlarida bo'lsin, har qanday mavjudotdan behojat bo'lganni Malik deymiz. Ega falan narsaga egada. Al-Malikning xususiyati bu. Dunyoda ajiba har qanday narsadan behojat bir podshoh bormi? Bir igidorchilik qiladigan bir kuch, bir maxluq bormi dunyoda? Dunyoning eng cho'ng podshohlarini misol qilaylik. Butkul o'zininki yordamchilarining hammasidan behojat bo'ldi. Behojat bo'ldimi deb sanayli bularni. U suv ichmamdi, havodan nafas olmamdi, uxlamamdi. Bu narsalarga ehtiyoji tushmamdi uningki? Albatta tushadi. U o'zining mavjud bo'lib turishida hargiz boshqa bir narsadan behojat bo'lib turolmaydi. Boshqa narsaga davomli ehtiyojli qo'ydi. Ehtiyojli. Shuning uchun o'zininki inson biz masalanga o'zimizning mavjud bo'lib turishimizda bo'lsin, bizdagi sifatlarda bo'lsin, davomli Alloh subhanahu va taologa ehtiyojli biz. Ehtiyojli. Shuning uchun biz haqiqiy mulk egasi bo'lishimiz, haqiqiy podshoh bo'lishi insonningki mumkin emas. Al-Malikul haqiqiy, haqiqiy ega bo'lguchi, haqiqiy podshoh bo'lsa, u Alloh subhanahu va taolodir. Shuning uchun falonni pustonningki, pustonsi hammasi majoziy shaklda aytilgan so'zlar. Xo'sh, biz al-Malik Alloh subhanahu va taolo bo'lsa-chu, Rabbimiz Alloh bo'lsa-chu, u o'zining zotida bo'lsin, o'zining sifatlarida bo'lsin, har qanday mavjudotdan behojat bo'lgan va barliq mavjudotlar, barliq narsalar uningga ehtiyojli bo'lgan Rabb. Uningga ehtiyojli bo'lgan Rabbimizdir al-Malik degan. Bizning Malik Rabbimiz butkul maxluqotlar uningga ehtiyojli, ammo u har qanday narsadan behojat. Mana bunday Rabbimiz va qarindoshlar bizning.
O zatidimi malikdir, mavjud bo'lishidimi malikdir, sifatlaridimi malikdir, barliq narsadan behojatdir, hamma narsa uningga ehtiyojlidir. Mana bu al-Malikning eng inchki sifatidir. Al-Malik Robbimizning eng inchki tushuntirilgan sifati. Bu sifat hamda bu sifat yuqori degan bu sifat Alloh subhanahu va taoladan boshqa hech bir maxluqqa loyiq kelmaydi. Hech qanday birisiga tushirolmaymiz bu sifatni. Mayli mavjud bo'lishida, zotida, sifatida, hech bir narsada, har qanday narsadan behojat, hamma narsa uningga hojat bo'ladigan bu sifat Allohdan boshqa hech kimga loyiq kelmaydi. Hech kimga tushirolmaymiz buni. Shuning uchun inson o'zining haqiqiy hajmini bilishi kerak. Haqiqiy hajmimizning nima ekanligini bilishimiz kerak. Rahimallohu abdan arafa haddahu fa waqafa indahu degan so'z shuning uchun aytilgan qarindoshlar. Alloh o'zining haddini bilgan va shu haddini bilib, o'zining qanday maxluq ekanligini, kim ekanligini bilib, shu chegarada to'xtab qolgan bandaga Alloh rahmat qilsin degan bu so'z shuning uchun aytilgan. Shuning uchun biz o'zimizning kim ekanligini, o'zimizning hajmimizning nima ekanligini bilib yashashimiz kerak qarindoshlar. Allah subhanahu va taala yana Malikning ma'nolaridan birisi Malikun Mumallik. Allah hem ega, butkul narsaning egasi Allah subhanahu taala. Hem boshqalarni bir narsaga ega qilguvchi. Xohlagan bandasiga, xohlagan kishisiga bir narsani berib, uni bir narsaga ega qilguvchi sifati bor. Ya'ni boshqa birisini mulk sohibi qilinmaydigan, boshqa birisiga igidorchilik huquqi berilmaydigan, bu narsalarni bir narsalarni ato qilinmaydigan shaxs hargiz malik bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bu ism taqazzo qiladigan narsaning jumlasidan shu narsa borki, u malikun mumallik, ham malik, ham mumallik, ham boshqalarni ega qila oladi deb. Buning dalil nima desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi. Qala taala: "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha." وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Etkinki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey padişahlıqның, butkul padişahlıqның egisi bo'lgan Allah. Sen xalığan adamga sen padişahlıqni, mülkni verirsen, xalığan adamdan tartib alasan, xalığan adamni aziz qılasan, xalığan adamni xar qılasan, hamma yaxshilik sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan degan bu so'z buningga dalil qarindoshlar. Haqiqiy malik degan kim hamda qarindoshlar? İnsanning ichidan haqiqiy malik kim? Haqiqiy padişah kim? O o'zining havoyi havasini kontrol qilgan, o'zining havoyi havasiga ega bo'lgan, hargiz havoyi havasining quli bo'lmagan kishi haqiqiy podshoh insonning ichidagi. O'z nafsiga asir bo'lishdan qutulgan, azod bo'lgan, bundaq bir mu'min, bundaq bir kishi haqiqiy podshoh. Alloh subhanahu va taolo sura Yusufda shunday deydi. Sura Yusufda Yusuf alayhissalomning duosini bizga naql qilib, bizga so'zlab berib Alloh shunday deydi-ki: Rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ey Rabbim, Parvardigorim, bana haqiqatan sen mülk ata qilding dedi. Ataytani minal mulk, mülkdan ata qilding. Bana padişahlık ata qilding. 3 tabirini öğretding bana dedi. 3 qandaq tabir birisi bana öğretding. Ey asmanlarni ve zeminni örneksiz, misalsiz yaratquchi zat ey Allah, dünya ve ahiretde mening egamsan dedi. Sen mening egam. Ente veliyyi fid dunya vel ahireh. Sen mening dünya ve ahirette egam sensen ey Parvardigorim. Tawaffani muslima, meni musulmon holatimda, musulmon petichi meni vafattab turg'in. Musulmon holatimda jinimni og'in va alhiqni bis solihin va meni solihlar qo'shqin, solihlar qatorida qilgin deb Yusuf alayhissalomning Allohga qilgan duosini Qur'oni Karimda tilg'aldi Alloh subhanahu taolo. Bu oyat nihoyat inchik oyat qarindoshlar. Yusuf alayhissalom bu yerda Alloh subhanahu va taoloni o'ziga mulk ato qilganligi bilan sifatladi. Robbi qad ataytani minal mulk. Menga mulkdan ato qilding ba'dan deb. Allohning uningga mulk ato qilganligi bilan sifatladi Allohni.
Xo'sh, Alloh subhanahu va taolo ajiba qaysi mulkni ato qilgandi Yusuf alayhissalomga? Balki o'ylashinglar mumkin. Allah subhanahu Yusuf alayhissalom o'z vaqtida Misrningki butkul xazinaning beshida edi. Bugungi moliya ministeridan hamda. Bu Misr xazinasining hammasining bosh ustida Yusuf alayhissalom bor deb o'ylashinglar mumkin. Ammo ko'pincha tafsir ulamolari bu oyatni qanday tafsir qilgan deganda, ular deyishganki, yo'q. Yusuf alayhissalomga Misr xazinasining ochqishi, Misr xazinasining ustida bo'lganligi uchun Yusuf alayhissalom bu yerda qad ataytani minal mulk deb duo qilmaganda shuna degan. Tafsir ulamolarining ko'pinchisi. Nima degan desa, balki Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomga haqiqiy mulk ato qiliqliq, haqiqiy podshohlikni ato qiliqliq. Amda bu mulk bo'lsa, ya'ni insonning biror davlatningki xazinasining ustida bosh, xazinasining ustiga kelishi, barliq bu moliyaninki ustiga o'tishi bir insonningki. Bu mulk bo'lsa, bu yo'qolib ketadigan 4 kundan keyin dunyo hayotidan keyin tugaydigan bir mulk. Mulkun zail deb tafsirchilar shunday deydi bu yerda. Bu yo'qug'ichi, yo'q bo'lg'ichi bir mulkdir bu. Dunyoda berilgan dunyo hayotida qilingan narsa. Yusuf alayhissalom ya'ni shu Misr azizininki ayoli uning qishig'i uni o'ziga chaqirib haytalak deb chaqirgan vaqtida ma'azalloh degan shu so'zini deyish bilan buni ato qilganligi, o'zining nafsiga ega bo'lganligi uchun bu kuch-quvvatni Allohning ato qilganligidan sen menga haqiqiy mulkni ato qilding ey Robbim deb Robbiga andoq duo qilgan deb bu shaklda tafsirlaganda. Yani bu çünkü bir insonningki o'z nafsiga ega bo'lishi, o'z nafsini kontrol qilishi qila olsa, u haqiqiy malik, u haqiqiy podshoh, haqiqiy ega bo'lgan kishi u dedi. Shahvatlarga qo'mondonlik qila olgan kishidir. O'z nafsimizni agarda yaxshilikqa boshlay olsak, kontrol qila olsak, yaxshilik tarafga haydab manga olsak, biz haqiqiy malikmiz, biz podshohmiz, biz qarindoshlar. Biz qarindoshlar. Shuning uchun agarda bizning nafsimiz dal aks tushib qilib, nafsimiz bizni shu shahvatlarga, zalolatlarga, jinoyatlarga boshlab mangsa, bizni bu yerga haydashilib mangsa, haydab mangib qolsa, bu vaqtida biz malik emas, balki mamluk, biz qul aylangan bo'lamiz. Qul bo'lgan bo'lamiz. O'z nafsimizga, o'z shahvatimizga, o'z havoyi havasimizga qul bo'lgan, buning patqoqchiligida petirqab yurgan kishilardan bo'lib qolamiz qardoshlar. Shuning uchun vashattana bayna an takuna malikan va mamluka va bayna an takuna mamlukan. Bir insonning malik bilan bo'lib, podshoh malik bo'lishi bilan mamluk qul bo'lishining o'rtasida osmon zaminlarcha farq bor qarindoshlar. Ikkinchi dunyo urushida nurg'unlagan qalblarni qo'lga keltirgan Yevropaninki cho'ng katta boshlardan biri shunday bir so'zi borda, uning hech unutilmaydigan shunday bir so'zi bor. Shunchalik nurg'un qalblarni qo'lga keltirgan bir qo'mondonning so'zi. Shunda deydi-ki, malaknal alam va lam namlik anfusana. Nahnu di'afun amama anfusina. Biz dunyoga ega bo'ldik. Dunyoni bo'ysundirib, nurg'un qalblarni qo'lga keltirdik. Ammo biz o'zimizga ega bo'lmadik deb shuna degan. O'zimizga ega bo'lmadik. Biz o'z nafsimizning oldida ojiz, biz ojiz deb shuna degan. O'ylab boqaylik, nurg'unlagan jamiyatda nihoyat kuchli o'rni va xeyli cho'ng ishlarni qilgan, cho'ng ta'sir qo'zg'agan, cho'ng shaxsiyat kishilarningki. Bir ayol kishining oldida yoki o'zi bilan ishlaydigan bo'lsin, bir ayol kishining oldida shuning fitnalariga erib ketib, shuning fitnalar bilan tugagan, shuning oldida vayron bo'lgan shunday kishilarni, shu voqeliklarni ko'rgan bo'lishimiz yoki anglagan bo'lishimiz mumkin. Bugun ko'p anglaymiz bu ishlarni axborotlarda. Demak, ya'ni qarindoshlar, shu narsa aniq bo'lish kerakki, butkul dunyoda har qanday mushu dunyoda har qanday dunyo ahlininki intayin vayron qilguvchi xarakterlik ikki ojizlik nuqtasi bor. Butkul dunyo ahlining, mayli musulmoni bo'lsin, mayli kafiri bo'lsin, vayron qilguvchi xarakterlik ikki ojizlik nuqtasi bor. Birisi al-mal, yana birisi an-nisa, ayollar. Mal dunyo va ayollar. O'ylab boqaylik.
tarixdan buyon bugungacha dunyoda nurg'un cho'ng shaxsiyatlarni yoki mol bilan ozdirib setib oladigan gap, mol bilan buzadigan gap, yo ayollar bilan buzadigan gap. Eng ojizlik nuqta. Bu yerda ketkizib o'tgandan keyin hamma tarafga ketadigan gap. Mushada mustahkam tura olganlar cho'ng nurg'un ishlarda cho'ng tura oladi qarindoshlar. Cho'ng tura oladi. Demak qarindoshlar, agarda biz ana shu shahvatimizning, shu nafsimizning kayniga kirib ketadiganmiz, biz mamluk, biz qulga aylangan bo'lamiz. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom deganki, Abi Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda deydi-ki, ta'isa abdud dinar va abdud dirham. Dinar va dirham quli bo'lgan kishi halok bo'ldi deb shunday degan payg'ambar alayhissalom. O mal dunyoning xizmatida, shu mal dunyoning quli bo'lib yashaydi u dunyoda dedi. Herkesme özü şu Allah ata qilgan bu mal dunyoni o'zining xizmatiga sanmasdan balki dal mal dunyoning quli bo'lib yashaydigan gap. Aslida mal bizga nima deb insonga musaxxar qilib insonga bo'ysundirib berilgan narsa mal dunyo degan. İnsonga bo'ysundirib berilgan narsa. Herkes onunga bo'ysungan, onunga qul bo'lgan deb yaratmagan Allah subhanahu taala. Ama biz onu yoki onu bo'ysundirib, onu dastlab, onu Allah yo'lida ishiltib güzel şekilde onu o'zimizning xizmatiga selib ma'amiz yoki onun quli bo'lib ma'adigan gap. İnson ikkisining biri bo'ladigan gap. Ya, shuning uchun Rasululloh ta'isa abdul farj, ta'isa abdul batn, ta'isa abdul khamisa. Yuqoridagi dinar va dirham quli bular halok bo'ldi degan nimaning keyinida shu farj, ya'ni avratning quli bo'lgan, bunun shahvatning, avratning quli bo'lgan kishi va qo'saqning quli bo'lgan bu kishilar halok bo'ldi deb payg'ambar alayhisalom shunday deydi. Buningga qul bo'lgan, buning keyindan chapqonlar bo'lsa, u qul o'chaksiz. Shuning uchun biz yuqoridagi oyatni suraga yusufdiki, Robbi qad ataytani minal mulk degan oyatni oxirigacha o'qisak, bu oyatning huzurlanishimiz, bu oyatni cho'nqur tafakkur qilishimiz kerak, qarindoshlar. Haqiqiy mulk, haqiqiy podshohlik o'zimizga ega bo'lishimiz. Nafsimizning bizga emas, bizning uningga ega bo'lishimiz qarindoshlar. Havoyi havaslarimizning bizga bo'ysunishi, hargizmi biz uningga bo'ysunmasligimiz kerak. Shahvatlarimizni o'zimiz kontrol qiladigan bo'lishimiz kerak. Haq nada bo'lsa biz shu yerda bo'la olishimiz kerak. Allohning kitobida Allah bekitgan chegaralarni vaqqof, nihoyat to'xtaydigan bo'lishimiz kerak. U chegarani bosib o'tmaydigan bo'lishimiz kerak. Haqni mayli o'zimizning zihniga bo'lsa ham, o'zimizga ochiq kelsa ham haqni e'tirof qiladigan bo'lishimiz kerak dedi. Mana bu haqiqiy erkaklik, mana bu haqiqiy musulmonlik dedi. Bu oyatni ko'pincha mufassirlar, tafsirshunoslar mushu shaklda tafsir qilgan. Robbi qad ataytani minal mulk ila oxir al-oyat. Xo'sh, endi yani ba'zi ulamolar al-malik haqida shunday deydi. Allohning al-malik sifati haqida. Al-malik degan allazi malaka qulubal abidin fa aqlaqaha. Shundoq zotki, abid bandalarining, taqvodor, ibodatkor bandalarining qalblarini egalliguchi, qalblariga ega bo'lgan va ularni tashvishga sepib qo'ygan zot degan ma'nosi bor shunday degan al-malikni. Haqiqatda bu so'zni o'ylab boqaylik qarindoshlar. Yani abid bandalarning qalblarini egalliguchi va ularni tashvishga sepib qo'yguchi. Buni o'ylasak qarindoshlar, inson Alloh subhanahu va taolani tunigandan boshlab yoki bo'lmasa tunishqi boshlagandan boshlab, Rabbini tunishqi boshlagandan boshlab, u davomli bir muhabbatning ichiga tushib qoldi qarindoshlar. Bir oshiqlik yashaydi u hayotida. Bir muhabbatning ichida yashaydi. Davomli bir xil mashg'ul, aldirash bir fikr, u tafakkur ichida yashaydi u. Allohni tunishqi boshlagandan boshlab yoki tunigandan boshlab bu tuyg'u, bu hissiyotga kirib qoldi. Davomli holatda. Yani u davomli bir xil tashvish ichida andish holatda yashaydi. Alloh subhanahu va taolo ajiba, Alloh mendan rozimidi? Mendan amalim Alloh subhanahu va taolaninki yo'l yo'riqlariga, kitobiga uyg'un shaklda Alloh rozi bo'lgan shaklda bo'lyaptimdi, bo'lmayaptimdi? Alloh meni yaxshi ko'ramdi, ko'rmamdi? Mening amalimda ixlos bormi yoki riyo bormi?
yoki amalimda qilayotgan amalimda shariatga xilof bir ish bormi yo'qmi degandek yoki bo'lmasa qilayotgan ishlarimda amallarimda Allohdan boshqa birazini umid qiladigan bir ishlarim bormi yo'qmi degandek u davomli bu savollarning ichida bu tashvishning ichida yashaydi. Ya'ni malaka qulubal abidina fa aqlaqaha. Al-malik degan abid taqvodor bandalarning qalblarini egalliguchi va uni tashvishga sep qo'yg'uchi. Ana shu tuyg'uga sep qo'yg'uchi degan ma'nosi bor. Yana al-malikning iza sha'a mallaka va man iza sha'a ahlaka. Malik shundoq zatki, xolisa boshqalarni mulk xolgan kishisini mulkka ega qiladigan, buni ato qiladigan, xolgan kishini halok qiladigan zotdir. Inna batisha robbika la shadid. Suratul Burujda shunday Alloh subhanahu va taolo. Shaksizki Robbingning tutishi, Robbing tutsa ajoyib qattiq tutadi. Nihoyat qattiqdir. Yani Allah subhanahu taala Allah agar ato qilsa ajoyib berib o'tadi. Agar taftish qilib tekshiradigan bo'lsa, uni ching tutadigan bo'lsa ajoyib tutadi Allah subhanahu taala. Yağmurni o'ylab boqayli. Yağmur agarda to'xtab, yağmur kemayib qolib qolsa, yağmur tushmasa, osmon yağmur yog'dirmasa, butkul zamin yuzida yağmur yog'dirishga qaror beradigan bir maxluq, bir tashkilot, bir davlat bormi? Butkul majlislarning hammasi o'ltirishib bu yerda bir qarorni beralandi darhol paloni kun yağmur yog'sin deb. Mumkin emas-ki. Har qanday butkul ummat bir yerga yig'ilishib, bugun ash BDT deyotgan yerda yig'inashsa mumkin emas bu ishni qila olishi. Hergiz mümkün emas. Biz devamlı holatda o'ylab boqaylik qancha. Biz halimiz shu. Biz yani o'zimizning yashash, hayot kechirishimiz uchun ham osmonning suyiga ehtiyojliq biz. Biz podshoh ekanmiz qarindoshlar. Biz podshoh ekanmiz. Nima ekanmiz biz? Biz qul. Biz Allohning qullari qarindoshlar. Biz onunğa ehtiyojliq. Biz onun suyiga ehtiyojliq. Osmonning suyiga ehtiyojliq. Allah deydi ki: "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'im." Aytqin ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Aytib beqinglarchi. Agarda Allah subhanahu agarda suyunglar yer ostiga singib ketib qolsa, sizlar ichirgan bu ishgan suyunglar yer ostiga singib ketib qolsa, faman ya'tikum bima'in ma'im. Sizlarga kim suv keltirib berdi? Kim iqin suvni sizlarga keltirib berdi? Deb shunda degan ularga aytgan deydi Alloh subhanahu taolo. Demak Alloh subhanahu va taolo ana shunday podshohdir. Ana shunday malikdir Alloh subhanahu taolo. Xo'sh, al-malik yana shunday zatki Alloh subhanahu taolo uning huquqiga, uning podshohligiga hech bir qarish chiqishi yo'q. Hech bir jadallashkuchi yo'q uning podshohligida. Onun qalqa muxolifatchi deydigan narsa Allohning podshohligida mavjud emas. Uni ayiblikchi, uning chiqargan hukmlari, bergan buyruqlari, yo'l yo'riqlarini bir ayiblaydigan, uni boshqa shaklda bu bundaq bo'lsa bo'ldi deydigan bir maxluq mavjud emas. Va uning chiqargan buyruqlarini cheklab qo'ya oladigan hech bir kuch yo'q, hech bir taqdir, qudrat yetadigan bir maxluq yo'q zamin, osmon va zamin ichida. O takdir qilishdimi yakki yegana, berishdimi yakki yegana, tadbir qilishdimi yakki yegana, uning buyruqini hech bir to'sib qo'yg'uchi, uning hukmini rad qilg'uchi yo'q dedi. O shundoq malikki mandara bi hukmihil falak. Uning hukmi bilan butkul falak aylanadigan, butkul falak ma'digan shundoq bir malikdir Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo nima mushu yuqorida so'zlab o'tgan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha degan mushu oyatda Alloh mulkiyatning ig'dorchilik huquqining 5 asosiy prinsipini tilga olganda bu yerda. Bu oyatda ig'dorchilik huquqining bir ig'dorchilikning 5 asosiy prinsipini bir oyatda tilga olganlik. Ashu qulillahumma malikal mulki oyatda. Ulamolar bu yerda shunda tafsir qilganki, al-malik annahu bu yerda al-mulkni tu'til mulka man tasha degan bu oyatni tafsirlab, bu yerdagi mulk ba'zi ulamolar xuddi buni dunyoning mulki, dunyoning podshohligi deb tafsir qilgandek, oxiratning podshohligi deb tafsir qilganlar ham ulamolar, tafsirshunoslar. Ham dunyo podshohligi ham oxiratning podshohligi. Xo'sh, fa iza kunta mu'minan, shuning uchun agar sen haqiqiy mu'min bo'lsang, mustaqim bo'lsang, to'g'ri yo'lda ma'digan, sodiq, ixlosmand,
rostchil bir mu'min bo'lsang, sening bir yaxshi, pok bir xizmating bo'lsa, sen dunyoda maliksan ey inson dedi. Sen malik, sen bir podshoh dedi. Lekin naning podshosi min muluki daril axira. Oxirat o'ylisan podshosisan. Ashu yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim degan kunning podshosisan. Agarda shunda rostchil, sodiq mu'min bo'lsang, ya'ni o kunda mal dunyo balvoqi hech bir narsa asqatmaydigan, Allohga sog'lom qalb bilan kelgan kishidan boshqa kishiga hech bir nijotlik bo'lmagan ashu kunning podshosisan. Ashu kunning podshosi. İmam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shunday deydi-ki, al-ghina wal faqr ba'da al-ardi ala Allah deb shunday degan. Ajoyib go'zal so'z qarindoshlar. Boylik va kambag'allik Allah'ның aldida az sorunda hesap berib bo'lgandan keyin anda oshkorlanadigan nima o deydi. Dunyoda o'lchanmaydi o narsa. Allohning oldida turib bo'lib, kimning boy, kimning kambag'al ekanini shu vaqtda ko'ramiz. Hesabni berib bo'lgandan keyin anda oshkorlandi deb shunday bir so'z vaqarindoshlar. Allah yuqoridagi oyatda dediki, tu'til mulka man tasha. Sen mulkni, podshohlikni xohlagan kishiga berasan ey Robbim, sen xohlagan kishiga berasan. Endi Allah subhanahu wa taala vallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim deganda-chu, Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi degan bu oyatda, ya'ni ma ma'na yahdi man yasha? Bu yerda yahdi man yasha xohlagan kishini hidoyatga boshlaydi degan so'zning ma'nosi nima? Yani kimiki hidayetini xalasa, insonning ichida kimki hidayetini xalasa, Allah onu hidayet qildi. Kimki xor bo'lishni, ezishni xalasa, Allah onu shu azdirdi dedi. Men sha'a dalalata adallahullah. Kimki zalolatni, gumrohlikni xalasa, Allah onun o'zining ixtiyorligi bilan shu yo'lga boshlab qo'ydi dedi. Yani hidayet ve zalalet degan bu ikkisining aslisi nima desa, inson tarafidan ixtiyoriy tanlangan ekan. İnson ya hidayetni tanlaydi, ya zalaletni tanlaydi. Buni ixtiyoriy tanlab bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo hidayetni tanlagan bo'lsa, uningga yarasha mukofot shaklida uni to'g'ri yo'lga hidayet qilib qo'ydi. Zalaletni xohlagan bo'lsa, uningga jazo sifatida zalalet yo'liga boshlab qo'ydi degan bu shaklda tafsir qilingan. Yani bu insanın ixtiyorligidan keyin bo'lgan narsa bu hidayet ve zalalet. Allah deydi ki: "Ve iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani ve qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum falamma zaghu azaghallahu qulubahum vallahu la yahdil qaumal fasiqin." Mana bu ayet hidayet ve zalaletning inson ixtiyorligidan keyin bo'lganligini tushuntirib berdi bizga. Musa alayhissalom o'z vaqtida Musa alayhisalom qavmiga dedi: "Ey qavmim, mening Allohning sizlarga avatgan Allohning elchisi ekanligimni sizlar bilisizlar. Mushuni bilib turib sizlar menga nimishqa aziyat berasizlar menga?" dedi Allah. Allohning payg'ambari Musa alayhissalom. Sizlar bilib turib nimishqa menga aziyat berasizlar, azor berasizlar. Endi Allah dedi ki: "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Endi bular haqdan burilib ketgandan keyin, ular o'zlari haqdan buralgandan keyin Allah ularning dillarini hidayetdan burvatdi. Zaghu azaghallahu qulubahum. Bandalar o'zlari oldi bilan buraldi ular. Haqdan chiqdi, yo'ldan chiqdi. Uning kendidan Allah ularga jazo sifatida ularning dillarini hidayetdan burvatdi. Allah fasik qavmni hidayet qilmaydi deb Allah subhanahu va taolo sura Saf bu şekilde şuna deydi. Xo'sh, tu'til mulka man tasha. Sen mulkni xohlagan kishiga bersan. Biz buni oxiratning mulki ham oxiratning mulk tafsirshunoslar ham dunyo mulki ham oxirat mulki deb tafsirlaydi dedik. Ya'ni hidayetni xohlagan kishiga, hidayetni kim xohlasa shuningga berasan ey Robbim. Yani bir inson dinni rad qilgan, Robbining rahmatini rad qilgan, buni inkar qilgan yoki bu Allohning cho'ng buyuk va'dasini inkar qilgan, dunyo hayotini iroda qilgan, shahvatlarga berilgan, o'zining shu ko'ngli nagitasi shu yerga yuguraydigan, shahvatlarga yuguraydigan, jinoyat va shu buzuqchilikning ichiga yuguraydigan kishilarga
albatta va tanzi'ul mulka mimman tasha. Bu kishilardan ana shundoq sen xohlagan u inson ana shundoq buzuqlikni xohlagan ekan, sen xohlaganingdan u mulk, bu hidoyat, bu nimasini sen tatib olasan ey Robbi deb tafsirlagan. Bu munosabat bilan shu munosabatda mulk so'zi chiqqanligi uchun shu narsani deymizki, qarindoshlar, bu dunyo mulki. Shu narsa aniq bo'lish kerak. Dunyo mulki Alloh subhanahu va taolo dunyo mulkini Alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishiga beradi, yaxshi ko'rmaganiga beradi. Eng ashaddiy dushmaniga beradi bu dunyo mulkini Alloh subhanahu va taolo. Ham yaxshi ko'rgan, ham yaxshi ko'rmaganiga beradi xohlaganiga. Ammo oxirat mulkini bo'lsa-ku, oxirat podshohligini, oxirat saltanatini bo'lsa-ku, fala yu'tihi illa liman yuhib. Alloh uni faqat va faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu oxirat mulkiga erishgan, dunyo oxiratning, balki dunyo va oxiratning mulki saltanatiga erishgan shunday mu'minlardan qilsin. Buni Allohdan tuvanchilik bilan tilaymiz qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan biroz istirohat beramiz. Uning keyinidan yana kelgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Biz bilan qolinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين